biznes asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, ey dalboy, menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarni fikriga qo'tadi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqib ketadigan, mana duqqa bor, yurak bor yiban. Bu qaysi turibdi dalboyib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi shu gullik ko'rpasini ustiga olib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi qachonjalabdi oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yiba qo'tagan bo'lmasa turib harakat qilmasang, yiba u Instagram, TikTokdagi dalboylarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olmadan qo'y. Harakat qil, o'qidish. Meni mana boshimdan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim, qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Chidolmadi, sabr qila olmadi. Birovlarning fikriga qo'tadi qo'ygan holatda dars stakasi bosish kerak. Akalar uni qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Babuin bo'l, dalboyoq. Babuin.